Men Kamila opaning shogirdlariman. 6 oydan beri Kamila opadan kosmetologiya sirlarini o'rganib kelyapman. Hozirda o'zim mustaqil ish boshlab, daromadga chiqqanman. Men Kamilani ko'pdan beri Instagramda kuzatardim. Ishlari juda ham yaxshiligi uchun shogirdlikka tushdim. Kamila opani tanlashimdan asosiy sabablardan biri Instagramda 2 yil davomida kuzatganman va ishlari juda ham menga yoqqan va shogird bo'lib tushishga qaror qilganman. Men Kamila opaning eng yosh yordamchilaridan bittasiman. Kamila opaning kosmetologiya klinikasida ham yordamchi, ham shogird bo'lish imkoniyati bor. Bu imkoniyatni hamma kosmetologlar ham bera olmaydi. O'shaning uchun men именно Kamila opani tanlaganman. Меня зовут Снежана, и я работаю в клинике у замечательной девушки Камилы. За красоту ваших бровушек и ресничек буду отвечать я. Kamila opaning menga yoqadigan jihatlari o'zlarining ustilarida davom ishlaydilar. Menga eng yoqadigan taraflari ish yuzasidan ham talabchan va yaxshi o'rgatadilar ustoz sifatida. Juda ham samimiy, mehribon inson, ishlarini sabr bilan o'rgatadi. Bizga har bitta bilimlarini detal-detaligacha o'rgatishadi. Menga aynan shu jihatlari juda ham yoqadi.